Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Hammanglar sog' omonmisizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Qizlar, bugun sizlar bilan birgalikda bilinchik pishiramiz. Bolalarim sevib, yaxshi ko'rib yeydigan ichi qiymali, pyureli bilinchik qilamiz hozir. Maktabdan, bog'chadan kelib, maza qilib yeb olishadi. Qani bo'lmasam boshladik. Qizlar, mana bugun obedga ozgina bilinchik qilmoqchiman. Videoga olay dedim. Qiymali, pyureli, ichi aralash, nachinkali bilinchik tayyorlab olamiz qizlar. Bolalar sevib yeydi, bilasizlarmi? Bolachalar yaxshi ko'radi. Bismillah deb boshlaymiz qilishni. Sut, ikkita stakan sut. Qochib tur kuzim. Bir stakan suv. Birga bir o'zi qilardim. Bir stakan sutga bir stakan suv qo'shardim. Hozir suvliroq chiqursin dedim. Sutliroq deganim. Voy. Uyda mineralkam bor edi qizlar, ozgina mineralka qo'shib yuboramiz. Qo'shmasa ham bo'ladi. Borligi uchun qo'shdim. Tuxum bir dona. Yog'. 2 qoshiq shakar. Tuz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bismillah deb un. Bir qoshiq soda solamiz. Razg'ilитель. Yaxshilab aralashtiramiz. Xolodilnikka hozir qo'yib qo'yaman, birpas turadi. Ungacha men ichini nachinkasini qilib olaman. Bu birpas dam olib turguncha men. Ikkita katta piyoz qovurib oldim. Endi ozgina qiyma tashladim ichiga qizlar. Bu yerda kartoshkalarni qaynatishga qo'yib qo'ydim. Pyure qilaman. Naqib hozir qovurib olamiz. Pripravalarini solib, yaxshilab qovurib, keyin birpasga dimlab qo'yamiz. Qovurilib chiqdi, qaranglar. Mana qovurib oldim. Tuzlarni endi solamiz. Ozgina. Морковь обязательно. Zira. Endi qovuramiz. Pastroq olovda qovursanglar. Ana suvlari qurib qolmaydi-da, qovurilib suvlari yo'q bo'lib ketmaydi. Qovurilib, mana qiymani, piyoz suvlari chiqadi past olovda. Qovurib, keyin dimlab qo'yamiz. Pishish kerak-ku.
как ты влез за хвост? Присел на пенек, достал лепешку. Pishib chiqdi kartoshkalarim. Hozir endi ezib olamiz, pyure qilib. Mana pyure qilib oldik, qizlar. Endi qiymalarimni, mana qovurilgan qiymalarimni pyurega qo'shamiz. Mana yog'likkina bo'lgan. Tozalab. Endi aralashtiramiz. Shunaqa zo'r bo'ladi, qizlar. Yeb to'ymaysizlar. Pyure bilan qiyma aralashtirib ichini qilsanglar bormi? Yumshoq, jarasa yeyishli bo'ladi. Uydagilarga qilib bersanglar, ne to'ka bolalar maza qilib yeydi. Kattalar ham. Qaranglar, sochniy. Такой kasha spat bo'ldi ana. Quyuq emas-da, to'pon emas-da. İçi mana shunaqa kasha spat bo'lsa mana. Sochniy bo'ladi-da, shunda ichi. Mana. Endi mana bilinchiklarim ancha chiqdi, qaranglar. Bir qoshiq solib o'rab chiqamiz endi. Shunaqa qilib o'rab chiqamiz, qizlar. Mana bilinchik skоворodkam katta. Hajmi kichirog'i bor. Unim cho'ti tiy oladi, qizlar. Shundan bilinchiklarim kattaroq mana chiqadi. Qaranglar. Shunaqa shoh bo'pti mana. Ana qotib qolmaganda, qotib chiqadi-ku, kumir to'kilibchi. Qaranglar. Mazza qilib yeyishadi bolalar. Mana qizlar, bilinchiklarim pishib chiqdi. Qaranglar. İchlarini ham o'rab oldim. Ko'rdinglar videoda. Mana shuncha chiqdi, qizlar. Yo 19 ta, yo adashmasam 20 ta chiqdi. Negaki anaqa. Listim etdim, katta meniki dedim, shuni hisobiga. Agar kichikroq listda qilsanglar, ko'proq chiqadi. Mana qaranglar. Ko'rdinglar? Hozir bismillah deb yeb ko'raman, qizlar. Bismillah. Voy, вообще doda. Voy, gap yo'q, qizlar. Haqiqatan oddiy bilinchik, to'g'ri. Buncha ko'p ta'rif bervardingiz dersalar, lekin mana xamirlari bor, bilinchik o'zi. Tuzi ham, shakari ham rosa norma bo'pti. Boru, вообще yeyishli bo'pti.
qilib beringlar, mana farzandlaringlarni, uydagi yaqinlaringlarni qilib berib, mana xursand qilinglar. Rosa yeyishlik shunaqa mayin, og'izga yoqar mazada chiqibdi, zo'r gap yo'q mana. Az choy bilan bolalarimga beraman. Maza qilib yeb olishadi. Yuru marketda. Voy, tomog'ini yudirgan olib ketib olamiz qizlar. Shunaqa dovushlari bo'g'ilib. Rosa yo'talyapti. Ketdi, yudirib kelmasak bo'lmaydi. Bolalar o'pkasiga tez o'tib ketadi-ku. Qo'rqaman shunga. 1-2 kun, 3 kuncha yudirib ko'raylik-chi qani. Ketdi Umar, yur oğlum. Tez yur. Jonim mani, yur tez. Shunaqa endi borib kelaylik biza tez. Umay baba bo'pti, Umay oğlum. Qaqqa ketyapti o'likcha. Ha? Değme kızım bana, kızım değme. Değme kızım, değme. Değme kızım, bana umalım. Umalım bana. Canım. Canım bana. Bana tomolarını yudirib keldik. Kızlar. Fısığı bor ozgina mana. Voy canım. Canım mana, canım. Ashal bolam mana. Ashal bolam. Umalim. Voy mana o'lcham. O'lcham mana. Shunaqa qizlarjonlar mana tez keldik. Qizi. Tez keldik uyga. Tomoqlarini yudirib, 3 kuncha olib kelasizlar dedi doktor. Qizargan tomoqlari ishib ketgan dedi. Shirinlik, meva-cheva bermay turasizlar dedi doktor. Tima kizika. Kizim tima. Voy. Amiran ol yurib tashavatdi. Ol. Shunaqa qizlarjonlar. Endi hozir tezgina. Nima deydi? Endi hozir tezgina ovqat solishim kerak. O'zi obed kech qildik. Tez ovqat solib, mana suyulinib tushdim. Tabaraka. Tez ovqat solaman, hozir bolalarga suyuq ovqat solaman. Ikkitam yo'talib yotibdi, mazasi yo'q, suyuq. Kasal bo'lganda suyuq ovqat yaxshi ichiladi, bilasizlarmi? Qatiqlab beraman, ichib olishadi. Ularga hozir ozgina kichkina qozonimda suyuq ovqat solaman. O'zimizga esa jigar qovuraman qizlar. Bolalarga mastava qildim. Ular jigar yeyishmaydi chunki mazaligi yo'q. Kichkina ularga suyuq ovqat solib qo'yaman qizlar. O'sha kuni tovuqdan bulyonli sup qildim, uni ham rosa yaxshi ichishdi. Kasal bo'lganda suyuq ovqat xohlaydi odam.
qizil ko'kbalg'asiga. Rozetkada muzlatib qo'yaman. Shundan ozgina qovardim. Qizlar, bugun ujinga jigar qilyapman. Hozir tozalab olamiz. Ustida bilasizlar, plyonkasi bo'ladi. Mana bu oq plyonkasi bo'ladi. Shuni tozalab olamiz mana. Shunda yumshoq bo'lib pishadi. Nima bo'ldi, Umar? Qani adaga bor. Ada qani? Mana kartoshkani birinchi bo'lib qovurib olamiz. Qizartirib. Katta kartoshka. Yiri to'rtburchak qilib hammasini bitta muzli suvda to'g'rab chayvardim. Suvini to'kib mana qovuryapman. Mana bu yoqda jigarim, bu yoqda mana piyozim, bu yoqda mana mastavalarim qaynab turibdi. Qaraylik. Bolaga qo'ydim, yaxshigina qilibman. Endi jigari solamiz qizlar. Bismillah. 1,5 kilo jigarni. 1,5 kilo sal bundan kamroq. Qovuramiz. Jigar qotib qolmay, xil bo'lib chiqishi kerak edi. Ko'p qovurib olish kerak emas shuni. Ko'p qovursa ham qotib qoladi jigar. Endi pripravalarni sovolamiz. Maydalangan kashnik. Qoshiq soldim, kichkina qoshiq. Ozgina paprika mana. Kichkina qoshiq. Mana nomiga. Ko'payib ketmasin. Tuz boya soldim, yaxshigina. Mana murch. Murch solinglar. Va zira. Ezib zira solamiz. Kadını zo'ra zirani. Endi qovuramiz. Tuzni boya piyoziga soldim. Ko'rib o'tdinglar. Kam bo'lsa yana qovuramiz haliroq. Hozir 1-2 minut qovurilsin, keyin kartoshka solamiz. Kareli ser piyozli mana. Endi kartoshkamizni sovuramiz. Hammasini qovuramiz. Hidlarini qaranglar qizlar. Odam ishtahasi ochilib, yegilarim ketib ketdi. Jigarim foyda.
shunaqa bir ikki aylantirib qovurib olamiz. Ozgina qovurilib turadi. Keyin buni dimlab qo'yaman. Yarim soatda xil bo'lib pishadi qizlajonlar. Masalalarim. Unga ham hozir guruch solaman. Shunaqa mana qizlajonlar. Uyda qozon qaynasa yaxshi deb baribir baraka bo'ladi qizlar. Men pishirib kuydirsa yaxshi ko'raman. Kuxnyani sevaman. Lekin to'g'ri charchayman. To'rt bola bilan oson emas. Lekin o'tirib qoldim, bir nimalar pishirgim kelaveradi qizlarjonlar. Shunaqaman. Ko'chada tushib qoladi deyshadi-ku, bilasizlar. Uyga baribir to'yimli, mazali qizlar. Toza, halol, bilasizlar, nima soldinglar, qanaqa pishirdinglar, pishdimi, yo'qmi? Ko'rdinglar? Farqli-da baribir. Mehringlarni, sevgilarni berib pishirasizlar. Shundan uy ovqatlariga baribir yetmaydi. Kimga qanaqa-ku bilmadim. Ko'chadan ham yeymiz, yemaymiz emas, lekin kam. Asosan men o'zim uyda домашний, shirin, mazali ovqatlar pishiraman. Mana pishib chiqdi qizlar. Yarim soatdan ham ko'p qolib ketdi. Mana xil bo'libdi. Endi buni suzamiz. Qaranglar. Sho'r suvlarini. Bismillah. Bu yerda piyozli qilib qo'yganman. Murchli paprikalar sepib, mana bitta aralashtirib yuboramiz-da. Ustiga solamiz mana. Mana. Sizga yoqimli ishtaha. Yana qizlar ovqatimiz pishib chiqdi. Mana sizga men solib beray. Umar adamizni qo'llariga chiqib olgan. Ko'tar deb. Bilasizlar, kasal, inju bo'lib qolgan. Kimga yopish olsa qo'ldan tushmayapti. Mana. Endi o'zimga solay. Qani yeb ko'ramiz. Jigarlari qanaqa pishibdi. Qalay chiqibdi? Yaxshimi? Xil-xilmi jigarlari? Ancha pishirdim. Qaranglar suvlarini. Tilim ham aylanmayapti. Qani, endi bismillah deb yeb ko'ramiz mana qizlar. Chiroyligini qaranglar, sochni shunaqa o'zini sho'rvalari bilan, suvlari bilan. Qani yeb ko'ramiz. Bismillah mana. Mana qaranglar. Yumshoq mana xil-xil.
Podshoh. Gap yo'q, вообще yumshoq chiqibdi rasali. Haqiqatdan. Tuzlarini aytmaysizlarmi qizlar? Sho'rtdengina shunaqa yoqimli. Piyozlari bilan. Qo'llarim dard ko'rmasin, qizlar. Mana qizlarjonlar, mani videolarimni ko'rdinglar, yoqdi degan umiddaman. O'z fikringizni yozib qoldiringlar, like bosinglar, podpiska bo'linglar. Havola sovuq, har xil kasal ko'p. Qizlarjonlar, oila a'zolaringlarni, farzandlaringlarni hammanglar ehtiyot qilinglar. Hammanglar sog'-omon bo'linglar. Qizlarjonlar, keyingi videolarimda ko'rishguncha hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xayr.